Bunday holatga duch kelgan bo'lsangiz kerak. Aslida bu xavfli. Sababini hozir tushuntirib beramiz. Elektr uzatgichga bir vaqtning o'zida bir nechta elektr moslamalarini ulamang. Bu simning qizishiga, ya'ni undagi yuklamaning ortishiga olib keladi. Natijada yong'in kelib chiqishi mumkin. Telefoningizni quvvatlagichda e'tiborsiz qoldirmang. Quvvatlagich yoki telefon qizib, yong'inga olib kelishi mumkin. Bolalar sho'xligi oqibatida sodir bo'ladigan yong'inlarning oldini olish maqsadida gugurt va boshqa yondiruvchi vositalarni farzandingiz qo'li yetmaydigan joyda saqlang. Uyni isitishda isitish moslamalarini yengil alangalanuvchi buyumlar, masalan, pardalarning yoniga qo'ymang. Bu yong'inga olib kelishi mumkin. Eslatib o'tamiz. Qo'lbola va sifat sertifikatiga ega bo'lmagan isitish moslamalari hayot uchun xavfli. Bunday tarzda aslo sigaret chekmang. Bu katta yong'inlarga olib keladi. Bunday holatga aslo yo'l qo'ymang. Bu havo gaz aralashmasining chaqnashiga olib kelishi mumkin. Yong'in vaqtida liftlardan aslo foydalanmang. Yong'in vaqtida zinalardan foydalanish tavsiya etiladi.